Do'stlar, bu videoni qilish uchun bizga 1 yil 3 oy, haftasiga hisoblasangiz 61 hafta vaqt kerak bo'ldi. To'g'risi, o'sha 1 yil 3 oy oldin bilardim mana shu videoni qilishimni. Men to'g'risi bu bilan vodiyda bormagan joyim qolmadi. Vodiyda hamma joyga men bilan billa bo'ldi, billa o'sha yerda bo'ldi, har doim yonimda bo'ldi. Bundan tashqari Toshkentga, Vohaga, Qashqadaryoda, Dehqonobodgacha ham men bilan birga borib, birga o'sha yerda qaytib keldi. Ya'ni bu nimada yoki kimni o'ylayapsizlarmi do'stlar? Bu ya'ni meni o'zimning mashinam bo'ladi. Yaxshi niyatda do'stlar, mashinamni sotyapman. Maqsadim yangilash, boshqa olmoqchiman. Kimdir yaxshi mashina, toza, hech qanaqa rasxod qilinmaydigan, yo bo'lmasam olaman, minaman, baraka topadigan mashina oqtarib yurgan bo'lsa do'stlar, video pastdan o'zimning nomerimni qoldiraman, aloqaga chiqsalar, inshaalloh chiroyli qilib kelishamiz, baraka qilamiz. Endi mashinaga keladigan bo'lsak do'stlar, xo'p, 2024-yilda 14-yanvarda olingan bu mashina. Xudoga shukr zo'r xizmat qildi. To'g'risini aytaman, olganimdan beri faqat yog'ini quydim, gazini quydim, almashtirdim, bo'ldi. Bir marta korobka yog' almashtirdim. Undan ag'i 4 ta yangi balon qadaganman do'stlar. Balonlari 70% turibdi. Qimmat, yaxshi, yumshoq balon qadaganman. Balon bu mashinani oladigan odam balon qadayman deb umuman o'ylamaydi. Chunki 70% kishi hali bor. Bemalol yana 1,5 yil yursa bo'laveradi. Xo'p do'stlar, 2013-yil Spark Stanoy Svetda probegi 192 ming yurgan, kraskalari top toza, absolutni bemalol tekshirtirib olasizlar. Men bu mashinani olganimda o'zim ham tekshirtirib olganman, lampalarga soldirib tekshirtirganman. Faqat bitta narsasi bor, bu ham o'zimda bo'lgan. Mashetida rektovkasi bor, bu ham o'zimda bo'lgan. Bitta narsaga sal tegib ketganda, bukilganda rektovka qilib chiqartirganman. Top toza mashina. Salonlariga keladigan bo'lsa, mashina birinchi pozitsiya do'stlar. Ko'rib bitta baho berasizlar. Hech narsasini almashtirmaganman, hamma narsasi zavodskiy holatda turibdi. Orqalari ham, chexollari bor, polilari bor. Xullas, mashina olishga, minishga tayyor. 65 talik temir metan gazlarigacha bor. Hamma yo'qlari, gazni dokumentlari, xudo xohlasa hech narsadan kamchiligi yo'q mashinani. Chunki do'stlar, bizni bilasizlar, blogerman, orqasiga hozir ham olganman, Fat Mahmudov deb. Blogerman, uzoq yo'lga ko'p yuramiz. Bizga mashina zo'r holatda bo'lishi kerak, sababi yo'lda qolib ketmasligimiz kerak. Biz uzoq yo'lda juda ko'p yuramiz. 2013 endi nimaga buni barakali mashina deyapsan desalaring do'stlar, to'g'risi, mana shu mashinani minib, oilamiz bilan birga bo'lgan holatda, ota-onamizning duosi bilan juda ko'p ishlarni amalga oshirdik. Men o'zim 4,5 yil Rossiyada yurib, do'stlar, qilolmagan ishimni O'zbekistonda 1,5 yilda inshaalloh Alloh berdi. Ota-onam duosi eng katta sababchilardan bittasi bo'lgan meni rahmatli ustozim Rustam Qosimov. Ilohim oxirati obod bo'lsin. Nima deydi? Ikkita o'g'li bor. Ilohim farzandlari ham o'ziga o'xshagan zo'r, mukammal inson bo'lib yetishsin deb qolaman. Chunki shu Rustambek sabab bo'lib men shu sohaga kirganman. Xudoga shukr, yaxshi pul topdim. Hech narsani bekitmayman. Xudo xolasa, mashhur do'stimni xotirasiga, haqqiga duo qilib qo'yishlaringni so'rab qolaman do'stlar. Kommentariyada amin deb yozib qo'ysalaring ham mayli. Inshaalloh oxirati obod bo'lsin. Menga juda katta yaxshilik qilib ketgan bu bola. Eng yaqin o'rtog'im edi meni Rustambek, Rustam Qosimov. Hozirgacha mana hozir 9-aprel kuni do'stlar 1 yil bo'lar ekan bu dunyodan ketganiga. Hozirgacha to'g'risi ishongimiz ham kelmaydi. Endi mashinaga qaytadigan bo'lsak do'stlar, men o'zim buni $6,100 ga olganman. To'g'ri gap, $6,100 ga olganman. Top toza, metani bor, 192 ming yurgan, motor xatovoy korobkasiga men o'zim javob beraveraman. O'zimizning nomimizda, bu generalniyda, bas dokumentlarigacha o'zimizda. $5,000 deyapman. Agar dehqon odam, minaman deydigan odam bo'ladigan bo'lsa, jicha-picha o'tib beraman mashinani. Bundan tashqari do'stlar, o'sha barakasiga qaytadigan bo'lsa, inshaalloh mashina minib yurib, uy-joylarimizni remont qildirdik, ota-onamizni umraga jo'natdik. O'zimiz yaqinda dadam bilan birga borib keldik umraga. Umra ibodatlarini qilib keldik. Juda barakali, yo'li ochiq mashina. Bu mashinani olganimdan beri, menga misol yo'lda ketayotsangiz retlar bo'lishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Radarga tushgan bo'lsam, bir
1,5 yilga, hozir 1 yil 3 oy bo'lgan bo'lsa, necha marta tushgan bo'lsam, 2 marta yo 3 marta tushganman. U ham o'zimning aybim bilan tezlik bo'lmagan. Mumkin basoga qo'yib qo'yganman, chunki oldin mashina minmagan bo'lganman, bilmaganman. Qo'yib qo'yganman. Birinchisi aeroportda bo'lgan, u bizning xatoyimiz bo'lmagan. Bir do'stimiz bo'lgan, o'shan bilan birga qo'yib qo'yganmiz, bilmaganmiz, shashilib kirib ketib qolganmiz. O'shanda jarima bo'lgan. Undan ag'i bir marta palasaga tushdi, yaqinda o'zimda, endi oilamda akam minganda tushdi. Xo'p do'stlar, aytib o'tganda $5000 agar minaman deydigan odam bo'lsa, o'tib beraman. Aytayapman, xudo xolasa bu mashina menga juda ko'p narsa olib kelib bergan, juda barakali mashina. Kim olmoqchi bo'lsa, video pastda nomeri bor, aloqaga chiqarasizlar. Operator bitta aylantirib ko'rsatib qo'ying bu toychoqni. Hali maktab paytida bilsalaring birinchi muhabbat bo'ladi deyshadi-yu. Meni birinchi mashinam dadam olib berganlar. To'g'risi dadam yana bitta mashina olib berdilar, o'sha uchun sotaman deyapman. Xudo xolasa mashina zo'r. Motor, ходовой коробка, aytayapman, motorlari hatto ochilmagan. 2013-yil bo'lishiga qaramasdan yangi motor, katta motor, kichkina motor bas. Bemalol ustalaring bo'lsa olib kelib tekshirtirib olsalaring ham bo'laveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi mashina oqtarib yurganlarga shu video jo'natib qo'yinglar. Hammaga rahmat.